Ertaga trak haydashga keladigan bo'lsanglar, Amerikaga nimaga ko'zimni olib qochaveraman ekan kameradan, tikka qarab gapir, qo'rqma, kamerada odam emas, u seni urmaydi, ko'ziga qara. Xullas akalar, ertaga Amerikaga keladigan bo'lsanglar, trakning ichida qanaqa sharoitlar bor, hamma narsani sizlarga ko'rsataman, o'ziga yarasha life hacklari ham bor. Akalar, bu trakni ichki tarafini oldi qismi, boshqaruv tarafi million xil knopka, naushniklar va hokazo. Endi sizlarga maydalashib o'tirmayman. Mana o'sha sherigimni sigareti bilan nosim, men bu narsalarni iste'mol qilmayman. Mana ko'k narsa bu sideniyani sovutib turadigan narsa akalar, nima yaqinlashmayapti. Mana bu sideniyalar ko'tinglar terlamasligi uchun sovutib turadi. Xohlasanglar istalgan qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yer dam olish zonasi, xotininglar bilan kelsanglar ham, birga ishlasanglar ham bo'laveradi. Xotininglar dam olgan paytda o'zingizlar rolda bo'lasizlar. Ovqat-poqat, kartoshka piyoz to'g'ragani ham sharoit qilsanglar bo'ladi. Bunaqa 220 kabellar ham bor. Qilib hozir noto'g'ri tushunmayapsizlarmi? Namyoq qilyapti turgandek bo'lib qolmayapmanmi? Qizlarga kelinglar deb. Namyoq qilmayapmanmi deb namyoq qildimmi? Bitta life hackda aytish esimdan chiqib qopti. Обязательно bunaqa pusto bakloshkalar qo'yib qo'yishinglar kerak. Yon taraflariga endi sideniyaning tagida ko'rinmayapti. Rolda ketyapti turgan paytinglar bakloshkani olib qoppog'ini yechib ishlatib ketsanglar bo'ladi. Endi trak haydaganinglarda nima uchunligini tushunib olasizlar. Keyin o gilamimni ham maqtanib qo'yay. Atay bunaqa kir dizayndagi gilam oldim. Kir bo'lsa ham bilinmaydi. O'zi rostdan ham kir bo'yu. Endi kir dizayn deb sizlarni aldab qo'yapman. O'zimizni milliy gilamlarga o'xshaydi. Gilamni polosini bilmayman. 3000 yillik boboylarda uylarda turadi mana shunaqa poloslar, bilasizlarmi? Qaranglar. Walmartda oldim. Qo'limni tomiri bor ekan. Men urushqoq ekanman.